Mazhabga ergashish Qur'on va sunnatni qo'yib shaxsga ergashish emas, balki aynan Qur'on va sunnatga ergashishdir. Chunki Alloh taolo Qur'oni karimda marhamat qiladi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Sadaqallohul azim. Agar bilmasangiz zikr ahlidan so'rang, zikr ahlidan so'rab biling dedi Alloh taolo. Boshqa bir oyat karimada marhamat qiladi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Sadaqallohul azim. Agar uni payg'ambarga yoki o'zlaridan bo'lgan ish egalariga yetkazsalar, uni bilib olishni istovchilar o'shalardan so'rab bilaverar edilar dedi Alloh taolo. Imom Tabaroniy va boshqa bir qancha mufassir ulamolarimiz ish egalarining jumlasini ahli ilmlar deb tafsir qilganlar. Ushbu oyat karimada Alloh taolo bandalariga o'zlari bilmagan masalalarni javobini zikr ahli hisoblangan ulamolardan so'rashga buyurmoqda. Allohning amri bu. Agar bilmasanglar bilganlardan, ya'ni zikr ahlidan so'rang. Zikr ahli degani ulamolardan so'rang degan. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashoratlarining voqelikda ko'rinishi edi. Payg'ambar alayhissalom hayotlik vaqtlarida etib ketganlar. Bunga dalil shuki, qala Rasul sollallohu alayhi vasallam: "Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahriful ghalina wa intihalal mubtilin wa ta'wilil jahilin." Ravohi Imom al-Bayhaqi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, bu ilmni har bir avlodlardan ishonchli kishilar tashiydilar. Ular ilmni johillarni botil talqinlari, yo'ldan ozganlarning davolari va g'uluvga ketganlarning xatolaridan saqlaydilar deganlar. Mana Payg'ambar alayhissalom hali hayot bo'lib turgan paytlarida buning bashoratini berganlar. O'zlarining ichidan zabardast mushtahidlar chiqadi. Ana o'shalar g'uluvga ketuvchilarni, johillarni yo'ldan ozishlarini, xatolaridan saqlaydilar deb Payg'ambar alayhissalom bashoratlarini berganlar. Hozir ko'ryapmiz, qo'shtirnoq ichida mushtahidlar, bemazhablar, ya'ni bemazhablikka da'vat qilyapti. Payg'ambar alayhissalom davrlarida mazhab yo'q edi, ergashish yo'q edi. Qur'on va sunnatdan to'g'ridan to'g'ri hukm olaveramiz. Biz o'zimiz to'g'ridan to'g'ri Qur'onga, sunnatga amal qilaveramiz demoqdalar. Bu puch da'vo.